Birinchi savol. Yer shari aholisining 60% qaysi qit'ada yashaydi? 60% Afrikada. Osiyoda, to'g'ri. Osiyoda. 1-0. Ko'k va qizil ranglarni aralashtirganda qanday rang hosil bo'ladi? Binafsha. To'g'ri. Qaysi davlat ko'proq energiya sarflaydi? Amerika. Yo'q. Ishlab chiqarish ko'paydi naqadar? Xitoy. Xitoy, to'g'ri. Turkiyaning eng katta shahri Istanbulning tarixiy nomi nima? Anqara. Konstantinopol demoqchimisiz? Konstantinopol. Bu qizimiz birinchi aytdi, siz chala aytdingiz. 3-1. Qaysi shaxmat toshi faqat diagonal harakatlanadi? Fil. Fil, to'g'ri. Muxtiy shaxmat. Inson yuragida nechta kamera bor? 4 ta. Men aytdim birinchi. Qaysi davlat eng ko'p kiyim ishlab chiqaradi? Eng ko'p Xitoy. To'g'ri. 5-2. Qatnashganingiz uchun rahmat. Hamda homiyimiz Aprel kompaniyasi tomonidan kir yuvish kuni